Hammasi xotirjam kechayotganda to'p o'tkazib yuborishdi. Yo'q joydan. Endi qaysidir ma'noda tushunsa bo'lardi. So'g'diyonni ketma-ket hujumlar tashkil etib, oxir-oqibat golga erishdi desak tushunsa bo'lardi. Lekin boshqa tomondan So'g'diyon aynan shunga o'yin tashkil etgan. Va to'p chiziqni kesib o'tmadi. Qanaqa hujumlarni ko'rmoqdamiz? Yondirib tashlashyapti jamoalar. Baqoyev gol inobatga olindimi? Gol gaplashmayman deyish mumkin. Endi hurmat nuqtai. Xo'sh, ko'raylikchi. Chiziqni kesib o'tdimi? Kesib o'tganga o'xshadi. Mana bu nuqta nima deydi Ibrohim Halil Yo'ldoshev? Yo'q, bu nuqtadan javob topishimiz qiyinroq. Bundan avvalgisida kesib o'tganga o'xshab tuyuldi. Bunisidachi, bu takror lavha nima deydi? Bu ham ichkariga kirgandek ko'rinmoqda. Yana tekshirishyapti, VAR tomonidan tekshirilyapti. Yo'q, markazga ishora qildi hakam. Gol inobatga olindi. Gol inobat